yılı 11. aygacha Germaniya parlamentinin darvozasi nerede siz bilgan emas. Germaniya Tashqi ishlar ministrligining darvozasi nerede siz bilgan emas. Sizni biz Germaniyaga ko'rib boshlab kelib qoldik To'lqin Ayso efendi. Shuning bilan sizga aytadiganim, men sizdan nurg'un umid kutgan edim. Masalan, Germaniyada mushu bola tashkilotchi bola ekan, olqib chiqadi-ku, o'rlab chiqadi-ku deb shundoq umid kutgan edim. Shundoqla heliqi ayol ochgan oshxonada lag'may yeb etib, Aleksandra xonimni mehmon qilib etib, shundoq degan edim. Shu vaqtda shundoq degan edim. Efendim diqqat qiling, siyosat bak nozik narsa. Agar diqqat qilmasangiz, birli tayilib ketsangiz, xalqning dushmani tarafga o'tib qolasiz. Bugungi sizning sadoyingiz hargiz Sharq Turkistonning sadosi emas. Hargiz Uyg'ur xalqini aldimang. Uyg'ur xalqining ko'ziga to'pa chashmang. Chunki bugun sizning qilayotganingiz faqat kishilik huquq faoliyat. Siz siyosiy tashabbusingizni oshkora e'lon qilmadingiz. Siyosiy maydoningizni ko'tarib chiqolmadingiz, chiqolmaysiz. Birinchisi sizda bundoq jur'at yo'q. İkincisi dollardan ayrılıp kalırsınız. Çıkanmayısınız. Şuna siz kolunuzdan kilidgan işini kılıvatkanlığınız için deyişiniz gerek ki, hey Uygur halkı, men mi kolumdan kılıvatkan işini kılıvatıman, başkalar mı kolundan kelgen işini kılıvatınız diyen sözü sözdeyiz. Hürmetlik vatandaşım, muşiya kelgende men bir lirik çekiniş hasıl kılay. Biz aslında Uygur bir millet süpütü de, hazırki zamanda en de oygangan bir millet süpütü. İttifaklıkka muhtaç idik. Uygur milleti muhalefete götürelmeydi. Birlikte muhtaç idik. Uygur halkı parçalanışını götürelmeydi. Çünkü Uygur endili oygunup siyasetin dercisine ve özünün ordu ve özünün Uygur milletinin siyasi ordunun dercisini bilişki endi kadem koyuvatıdı. Tağı Uygur'da milli an, siyasi an, vatanperverlik eni, kollektivizmlik, milletçilik diyen ideyalar da Uygur'dan tağı yarak. Uygur bu noktaya gitken biz asli özara muhalefetçilik emas, özara ziddiyet emas, özara ittifakka birlik gelişimiz gerek. Rabia Hanım'dan ömürde kılan bir benvaşlığı şu oldu ki, Amerika Koşmuş Ştatları Rabia Hanım'da türmeden azat kılıp, Washington gelip geldi. Rahmet Amerika halkı. Rahmet şu vaktki sabık prezident George W. Bush efendi. Rahmet Kandiliza Hanım, Kandiliza Reis, Devlet İşler Katibi Kandiliza Reis Hanım. Muşundak elip geldi. Hazır karısam, bazılar Rabia Kadir'nin Amerika'ya elip kelinliğini xilmi-xil düşendürüşki başlaptı. Mendin ağla, akan Karagay'dan ağla. Ey Mekkilik, müşriklerin ecdadı ismi neyme? Mehat Karımı, Ahad Karımı ismi neyme? Keçiyor, ben senin ismini bilmedim. Yaptı mendin ağla. Sen hazır siyasetke arılışıvat, sen cümlende, sözünde, hareketinde siyaset yok. Yaxşısı Allah'ın şu vatanında turup sen üzerine tutup alsan Allah senden razı olur. Senin ağzından çıkıvatkan pelepertiş gepli siyaset emez. Töhmet ve bohtan. To'lqin Ayso aytibdi töhmet ve bohtan. Sizin üstünüzde fakat bir hata bo'lgan bir iş şu oldu ki, efendim, Mekke'nin müşrikleriga avlod bo'lgan efendim, sizga bo'lgan xatolik ya bizning qatorımızdan ketgan bir xatolik shu bo'ldiki, bo'yningiz bog'loqdan yeshilib ketibdi. Ya'ni bo'yningizdan zanjir elib ketibdi. Mushuli xatolik bo'lmasa sizda hech qanday xato yo'q efendim. Sizda hech qanday xato yo'q efendim. Shuni siz shuni so'rangki, bugungi Rabia Qodir o'zi yolg'iz. Rabia Qodirning kalimada bilan men detimdi o'zi yolg'iz. 12 nafar milliy munofiq bilan 13 yil kurash qilib, bu davoni mushagelib keldi. Bu davoni mushunda xalqaralashtirdi. Rabia Qodir 12 nafar milliy munofiq bilan 13 yil elishib, davoni mushagelib keldi. Mushunda xalqaralashtirdi. Daftaringizga yezib qo'ying, Makka mushriklarning avlodi. Rabia Qodirning bu qilmishlarini daftaringizga yezib qo'ying. Endi so'zimizga kelayli. Bugün günü kelgende Rabia Qodir hazır özünün faoliyatini to'xtatgani yo'q. Rabia Qodirni Kongress darvozasini taqvog'ini yo'q. Rabia Qodirga State Department Amerikaning tashqi ishlar ministri darvozasini taqinib qolgani yo'q.
Arabiya o'xshashda da'vo qilyapti. Shuncha chiqim qilding, shuncha besim ishlatding, shuncha qorilading, shuncha haqorat qilding, hatto batinim to'rni etib, eninga mamtimin haz deganni tahrir qilib qo'yib qo'yding. Ulam efendi qo'ygan ism ekan, nay chiroyli qo'yibdi bu ismni, mamtimin haz ko'pchilik. Buning uchun G'ulom Osmon afandiga rahmat, nay chiroyli qo'yilgan ism ekan. Onu tahrir qilib, vatanimni to'g'ri beti deganda Rabiya Qodirni tillading, meni haqorat qilding, tuhmat qilding, butun oilamni haqorat qilding, tuhmat qilding. Bizdan vatan, millat deyishdim boshqa iloyimiz yo'q. Mushuning hammasi Do'lqin Ayso sen tashkil etdi. Oxirat taqdir iloyi ulug' ekan o Do'lqin Ayso apandi. Paşulab chiqding o'ttirga. Masalan, Uyg'urning 68 yildan keyin uyg'ongan buyuk o'g'li To'g'liq Abdurazzaq yaqinda nima dedi? Uzundan beri Xitoy hukumatiga ishlab kelgan jasus Rishad Abbas. Do'lqin Ayso sen bugun shu Rishad Abbasning shoykisi. Sen bugun shu Rishad Abbasning guroyidan. Sen bugun Rishad Abbasning yo'lishi, qo'llashi bilan atalmış Dünya Uyghur Qurultayiga 2017 yılı 11. ayının 3. günü siyasi özgürlüş, yani Miyonxun pivoxonasida o'tkazilgan siyasi özgürlüş arqali sen bu sahnaga chiqib kelding. Yani atalmış Qurultayiga raisshaq bo'lding. Demak, Rishad Abbas Anchvantingning jasusi. Rishad Abbasning singlisi Rushan Abbas Anchvantingning jasusi. Shundaq bo'ladi-da. Rishad Abbas jasus bo'lib, Rushan Abbas inqilobchi bo'lgan qoida yo'q dunyo. Sen Do'lqin Ayso nima deding? Men Abbas oilasining yoki Abbas apandining ideyasi, fikri va hamma usul choralarini imib cho'ng bo'lgan dedi. Gepingda turdi qolsa Do'lqin Ayso apandi, sen shundaq deding. Meni kechir. O'zing deding, sen shundaq deding. Bugun 3 burjaklik jasuslar kolonnasi, 3 burjaklik jasuslar gruppasi, 3 burjaklik jasuslar atirti qurildi. Bu pash bo'ldi, o'ttirg'i chiqdi. Men bu munosabat bilan Uyg'urning o'g'li To'g'liq Abdurazzaqqa olamcha rahmat aytaman. To'g'liq Abdurazzaq ona davriga qaytdi. Masalan, onasi Bagan Oqsut Oğuz üstünün haqqini ado qildi. Turg'un Abdurazzaq o'g'li To'g'liq Abdurazzaq o'g'li bugun meni Uyg'urlarni o'yg'atdi. Nimishqa Washingtonda Uyg'ur davosi eshitmaydi? Nimishqa Washingtonda Amerika Kongresi Uyg'ur davosi oqmaydi? Nimishqa hozirgacha qonun ma'qullamaydi? degan savollarga endi javob chiqdi. Demak, Rishad Abbas jasaslar guruhi Amerikadagi barliq faoliyatga to'sqinlik qildi. Alayli. Buningga paket izlabda ablallayinlaman. Efendim, sizin salohiyatiniz saqchi emas-ku. Paket izlaydigan kishi bu saqchi bo'lib, saqchi paket izlaydi. Yani bir yerda anglab qoldim, To'g'liq Abdurazzaqning paketdir az. Mana men sana paket bo'lay, ey dunyo angla. 21 yıl Amerika'da Rishad Abbas'ның taqibi asıda. Yani Rishad Abbas arkalık Örümçideki Anchvantingning taqibi asıda yaşadım. Davanı ben açtım. Enver Yusuf Turani açtı. Maynur Yusuf Azat Hacim'la men kirgen kongresga birli kirdi, birli çıktı. Davada birli bo'ldi. Men açtım. Men nimishqa ko'tamga tepib chetga chiqarib qo'yishga ma'qul dedim. Men hayronman. Men Amerikaga ishondim. Bu buyuk davlatga ishondim. Bu ishlar nimishqa bundoq bo'ladi deb o'yladim. Hatto orliqda 2012-yil sakrab chiqib men bir parcha maqola yozdim. Amerikadagi, ya'ni bundoq aytganda Amerikadagi desanglarmi bo'ladi? Qarlag'och ovasidagi sirliq suhbatlar. Biz Qarlag'ochga o'xshash loy to'shib kelib, o'stan bo'yidin, ko'l bo'yidin bu davoni mushundaq aybashga keldik, lekin bu davo hozir Xitoyning jasuslarining buzg'unchiligiga uchirdi. Xitoy jasuslarining to'sqinligiga uchirdi. Xitoy jasuslarining xato yo'lga borishiga uchirdi deb yozdi. Shundaq yozdi. Oxiri butun Uyg'urlar meni tillashdi.
meni haqorat qilishdi. Undaq yozdi, bundaq yozdi. Efendim birdim yozganda qarang, siz ham, men ham dunyo sizga, menga qandaq ta'sir qilgan bo'lsa, shu ta'sirotning inkosini qalamga olamiz efendi. Men siz nima deysiz, nima o'ylaysiz, men uni yezib beradigan holat emas. Ham men nima o'ylayman, nima siz yezib beradigan holatmi o'tirdi farq bor. Siz yezilgan, so'zlangan so'zlarning o'dariga qarang. To'niga qarang. Merkezi ideyasi qarang. Shu ideyani qabul qila olamsiz yo'q. Shuningdeklarni buni hukm qiling, hurmatli afandilar. Tilladinglar. Endi bugun nima deysizlar? Nima deysizlar? Uyg'urning buyuk o'g'li To'g'liq Abdurazzoq, rahmat sana. Anlasam zukam bo'lib qoldi deydi. Xudo sana shifolik bersin, rahmat sana. Bu uyg'unish, Uyg'ur ziyolilar ichilik 68 yildan keyin 2-chi qatimliq uyg'unish. Bu uyg'unish emas, uyg'unishni bo'lsa hisob emas. Uyg'unishga qo'shilib keladigan jur'at bo'lish kerak. Sen Rishad Abbosni shundoq dedingki, dedi kishilar. Masalan, Rishad Abbosga To'g'liq Abdurazzoq nima dedi? Amerika'da endi demokratiya, fond jamiyatining ish tartiblarini kontrol qil. Amerikada radioning ish tartiblarini kontrol qil. Dünya Uyghur Qurultayı atalmış, Dünya Uyghur Qurultayını kontrol qil. Demek, To'g'liq Abdurazzoq 3 pakt. Pakt deydigan adamni sizlarga. Buningdan ortiq pakt bilan men o'zimni misolga oldim. Men 21 yil Amerika ta'qib ostida. Jasuslarning ta'qibi ostida yashadim. Buning sababi paketni ko'rsatib berayim. Hozirgacha bir Uyg'ur mening qo'limdagi telefon beradigan bir Uyg'ur yo'q. Bir Uyg'ur yoki ko'ngildagi so'zdagi bir Uyg'ur yurib kelib mening uyimga patalaydigan, ya menga salom qila oladigan Uyg'ur yo'q. Mustamlikchining birinchi qatim qiladigan ishi, mustamlika elde inqilobga ko'rgan inqilobchilarni o'z xalqidan ayirib etish. Türmege solab ayırıp etiş. Ölüm cezası berip ayırıp etiş. Chet elge sürgün kılıp ayırıp etiş. Alaka münasibetlerini ayırıp etiş. Hatta balaca kısımdan bağlan münasibetlerini ayırıp etiş. Yetim kaldırış. Çeksiz yetim kaldırış. Onu barlık, halk bilen bulduğun barlık münasibette ayırıp etiş. Manimem bugün geçe Amerika'da şundak yaşadı. Bunu kim kıldı? Rishad Abbos casuslar bu iş. Dolqun Abbos sen mi şunun içinde? Ruşen Abbos sen mi şunun içinde? Maşında iş. Mening bu sözlerim eğer senlerge eğer kildigan bolsa merhamet. Germaniyada az kesen Germaniyaga bormi? Amerikada az kesen Amerikaga. Men taxama so'zlayotgan so'zim mingdan biri. Mingdan biri, hey. Mingdan biri. Mening ma so'zlayotgan so'zim